DL Audio brendidan Raven seriya AB klass, D klass usilitillarni ko'rsataman sizlarga. Bu AB klass usilitel bo'ladi. 4 ta kanalli usilitel 135 wattdan kanaliga komplektida mana shunaqa regulyator bo'ladi. 2 ta dona regulyator korpusda joylashtirilgan. Birinchi, ikkinchi kanalni oldi kolonkalar alohida, orqa kolonkalar alohida baland-past qilsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r, qulay regulyator ishlab chiqarilgan, temperatura va voltajni ham ko'rsatadi. Bu AB klass usилителli regulyator. Endi D klass usилителni ko'ringlar. Razmeri kichkina, kompaktni, ko'p joy olmaydi. Настройкалari ham juda ham zo'r ishlab chiqarilgan. I komplektida mana shunaqa D logotipli regulyator bo'ladi. 1600 varianti bor, 1200 bor, 4 ta kanal 220 wattdan. Настройкалari, krossoverlari, развитый krossover. По kanalniy rejimda настройка qilsa bo'ladi. Keyin 4 ta kanal 120 wattdan bor. Xankar Sound filiallarida наличиеda bor. Kelsanglar, ko'rib ishlatsanglar bo'ladi.